Botoksda bir tarafing qiyshayib qolar ekan, botoksda yuzing qiyshayib qolar ekan. Botoks mimikalarni qotirib qo'ymaydi agar texnikasi to'g'ri qilinsa, dozasi to'g'ri qilinsa. Nabarot, sizda yuzingizda tabiiylik bo'ladi. Asablaringiz tinchlanadi, mimikalaringiz yo'qoladi, ajillaringiz yumshaydi. Masalan, botoks haqida odamlar keladi-da, menga yolg'on gaplar. Masalan, yolg'on men endi ko'chada o'rtog'idan eshitganmi, bilmayman, kimdandir eshitishadi-da. Botoksda bir tarafing qiyshayib qolar ekan, botoksda yuzing qiyshayib qolar ekan, ko'zing tortib ketar ekan. Bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin noto'g'ri texnikada qilingan bo'lsa, bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? To'g'ri mutaxassis tanlab borish kerak bo'ladi. Odamlarning o'zida ham ayb. To'satdan reklamani ko'radi, bo'ldi, do'y, posli rasmlarini ko'rmaydi, otsiflarni tekshirmaydi. Shunda o'ziga qaraydi. O'zi normalniy, chiroyli bo'lgan bo'lsa, balki boshqa kosmetologga borib yuzini qildirgandir-da u ham. Bo'ldi, mana shu qiladi, meni yuzimni chiroyli qilib beradi deb o'ylaydi-da. Medobrazovaniyasi ham yo'q, даже bir xil. Men biladigan rosa ko'pchilik kosmetologlarning medobrazovaniyasi yo'q, to'g'risini aytaman.